Bunyodkor o'z uyida 2-3 hisobida Navbahorga yengildi va Navbahor ushbu g'alabadan keyin turnir jadvalida anchagina yuqoriladi va o'z o'rnini mustahkamlab oldi. Qaysi yo'lda boshlayverasiz? Chempionat boshida Stadiondan ko'rdik Sheraka birgalikda. Navbahor haqida gapirganda aytdimki, Navbahorda bu yil oldingi mavsumlar bilan solishtirganda osonroq, ya'ni bosim yo'q, muxlislarning bosimi yo'q, chempionlikni talab qilish ham nimadirlar talab qilinmayapti jamoadan. Jamoa maydonga tushib o'zini o'yini ko'rsatyapti, ya'ni o'zini o'sha hozir jamoadagi futbolchilarning darajasidan, mahoratidan kelib chiqib, jamoada tajribali futbolchilar ham bor, misol uchun Azim Ahmedovga o'xshagan va yosh g'alabaga chanqoq futbolchilar ham bor. Ruslanbek Jiyanov, Alisher Odilov, Olimpikdan keyin ketgan futbolchilar ko'pchiligi shu jamoada yig'ildi. Saviyali legionerlar, yaxshi murabbiy va mana jamoa bez naprak deydi, nima desa bo'ladi. Bosimsiz ortiqcha mag'lubiyatga uchrasa ham hech kim ma'lumot qilmayapti. Yirik hisobda mag'lubiyatga uchrab, bir qanaqadir muxlislarni xafa qilmayapti. Maydonga tushib chiroyli o'yin ko'rsatib, muxlislarni xursand qilishga harakat qilayotgan jamoa bor. O'yinni stadiondan turib ko'rdik. Yaxshi hujumkor o'yin bo'ladi deb taxmin qilgandik. Esilida bo'lsa, o'yindan oldin ko'proq hujumkor bo'ladi, gollar ko'p bo'ladi deb. Bunyodkor ham zo'r o'ynadi. Navbahor ham zo'r o'ynadi va o'zini vaziyatlaridan ko'proq foydalangan Navbahor haqli g'alabaga erishdi. Ruslanbek Jiyanov menimcha nafaqat o'yinni, balki turning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'ldi desa ham bo'ladi. Maydonda yayrab yurdi. Navbahor futbolchilari ham yayrab yurdi. O'sha hisobda o'ziga komfort hisob qilib olib, 3-1 hisobida oldinda borayotgan vaziyatda ham hujum qilishdan to'xtamadi. Ko'p hujum uyushtirdi. Ya'ni maza qilib bemalol o'ynadi. Bu jamoadan hali ko'p narsa kutsa bo'ladi. Agar qanaqadir global bir muammolar paydo bo'lmasa, hali ko'p jamoaga bosh og'ruvchi bo'ladi Navbahor bu mavsum.